Yangi epizod Iffat serialining 17-qismi 21 oktyabr 2025 yil soat 19 da Mening yurtim kanalida efirga uzatiladi. Or, sadoqat va muhabbat sinovlari. Kamron va Shirinning taqdiri kutilmagan zarbalar, og'ir sinovlar va mashaqqatli yo'l orqali sinovdan o'tadi. Haqiqiy muhabbat qanchalik kuchli? Har bir sahna tomoshabinni hayajonga soladi, har bir qahramonning ichki kurashi chuqur his etiladi. Serialning rejissyorlik ishi va aktyorlarning o'yinlari haqiqiylik hissini beradi, voqealar oqimi esa tomoshabinni ekranga mahkam bog'laydi. Iffat oilaviy munosabatlar, sevgi va sadoqat mavzularini nozik tarzda ochib beradi, shuningdek, hayotiy voqealar bilan tomoshabinga iliqlik ulashadi. Har bir qism yangi sarguzashtlar va kutilmagan burilishlar bilan to'la bo'lib, seriya davomida tomoshabinlar muammolarni qanday hal qilinishini va qahramonlarning qalblaridagi chuqur his-tuyg'ularini kuzatish imkoniga ega bo'ladi. Agar siz sifatli va hissiyotga boy serial izlayotgan bo'lsangiz, Iffat siz uchun ayniqsa qiziqarli bo'ladi.